Bu boboy bilan garchi biz azaldan ko'rishib boqman bo'lsakmi, lekin men ikra orqali uning illiq kulki chiroyini ko'rgan. Har qatim kulimsirganida "Hayda!" deb chaqirgan ko'rinishlari xuddi bovam meni chaqirayotgandek bilinadi. Men azaldan bo'zba bo'lgan hissiyatni his qilib boqmagan. Men tug'ilsam bovam allaburun olamdan o'tgan ekan. Olim Savut bo'lmaz, oddiy sodda ammo son-sanoqsiz kishilarning yurgidan o'rin olgan. Necha kun ilgari uning qazo qilganlik xabarini anglab ko'nglim bek beram bo'ldi. Esimda qolishicha, uning burunqi filmlarida hamisha pul xajlashga yesil bo'ldi. Bek charchab ketmang, o'zingizning oldin yaxshi xabar olishingiz kerak deydi. U umr bo'yi un tortish bilan shug'ullanib, har kuni aldirash yusimi, lekin zodli vaysimigan. Nevrisi uningga bozorga un sotqilib bormagan. Yaxshi aram ol deganda, "Bovoy, men un sotqilib bormayman. Kon do'stim bilan ko'rishga borman" deydi. Mana bu bo'lmas, un o'lchganda 10 gram ortiq berilsa mayli, biroq 1 gram kam berilsa qat'iy bo'lmaydi deb qaraydi. U azaldan hozirga tayanmaydi. Azaldan emgakni to'xtatmaydi. U nevr-chevrlarni ko'p pul topmasa-mu, faqat ular doim uyga qaytib to'zil bo'ldi deydi. Mana shunda oddiy sodda, amaliy yashagan bo'vaymi bugungi kunlarda bizdan vaqtsiz ayrildi. Garchi bo'vimiz bizdan ayrilgan bo'lsa-mu, ammo u qoldigan illiqlik va aql farosat yanada aniq ro'shan. U eng oddiy usul bilan eng qimmatli amaliy yashab o'tdi. Bugun men mush fursatda o'zimga va to'rdoshlarga shuni demoqchimanki, vaqtimizning borida yenimizdagi bizni yaxshi ko'rgan va biz yaxshi ko'rgan shu kishilarni qadrlaylik va ko'proq hamroh bo'laylik. Faqat bir telefon, bir vaqt tomoq, birdan mungdish bo'ltirsaqmi hisob. Bu filmni do'stlaringizga, tuqqanlaringizga yo'llab turing. Ular bo'lgan sevgishingizni ifodalab turing.